Assalomu alaykum. Efirda sport yangiliklari informatsion dasturi va studiyada Abror Jo'raqulov. Avvalo tanishib oling yaqin daqiqalar ichida. Dunyoning bir qator taniqli grossmeysterlari 46-Butunjahon shaxmat olimpiadasida ishtirok etmaydi. Gandbol bo'yicha 16 yoshgacha bo'lgan o'g'il-qizlar o'rtasidagi O'zbekiston kubogi yangi nomlarni kashf qilmoqda. Xorij futboli. Lionel Messi professional faoliyatidagi gollari sonini 921 taga yetkazdi. Newcastle United klubiga yangi bosh murabbiy tayinlandi. Endi shu va boshqa xabarlarning to'liq tafsilotiga o'tamiz. Samarqand shahrida bo'lib o'tadigan 46-Butunjahon shaxmat olimpiadasining boshlanishiga 40 kun qolgan bir paytda musobaqaga oid muhim xabarlar yangramoqda. Jumladan dunyoning bir qator taniqli grossmeysterlari turli sabablarga ko'ra ushbu nufuzli musobaqada ishtirok etmasligi ma'lum qilindi. Bu esa olimpiada oldidan shaxmat jamoatchiligida qizg'in muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Dastlab shu haqda. Samarqandda bo'lib o'tadigan 46-Butunjahon shaxmat olimpiadasi uchun e'lon qilingan yakuniy tarkiblarda bir qator mashhur grossmeysterlar o'rin olmadi. Jumladan jahonning birinchi raqamli shaxmatchisi Magnus Carlsen Norvegiya terma jamoasi safida mazkur olimpiadada qatnashmaydi. Bu haqda Norvegiya jamoasining yakuniy tarkibi e'lon qilingach ma'lum bo'ldi. Shuningdek, Aryan Tari va Jon Ludvig Hammer ham jamoa tarkibidan o'rin olmagan. Natijada Norvegiya terma jamoasi 3 nafar yetakchi shaxmatchisiz qolib, boshlang'ich reytingda 21 pog'onaga tushdi. Olimpiadada ishtirok etmaydigan mashhur grossmeysterlar ro'yxati bu bilan cheklanmaydi. Fransiya terma jamoasi Alireza Feruja, AQSh esa Hikaru Nakamura va Lenier Dominguez xizmatidan foydalana olmaydi. Shuningdek, Erondan Parham Maksudoglu va Puya Idani, Ozarbayjondan Timur Rajabov, Angliyadan David Howell, Polshadan Radoslav Vaytashik hamda Ruminiyadan Kirill Shevchenko ham Samarqanddagi bahslarni o'tkazib yuboradi. Shunga qaramay, dunyoning ko'plab kuchli grossmeysterlari ishtirok etadigan 46-Butunjahon shaxmat olimpiadasi yuksak raqobat va qiziqarli bahslarga boy bo'lishi kutilmoqda. Chim ustida xokkey bo'yicha mamlakatimizda yoshlar musobaqalari muntazam tashkil etilib, iqtidorli sportchilarni saralash tizimi izchil davom ettirilmoqda. Olimpiya shaharchasida 16 yoshli qizlar o'rtasidagi O'zbekiston kubogi bahslari ham ana shunday muhim musobaqalardan biri hisoblanadi. Unda respublikamizning 8 hududidan jam bo'lgan jamoalar g'oliblik uchun kurash boshlashdi. Tafsilotlar Bahora Boymurodova lavhasida. Chim ustida xokkey bugungi kunda mamlakatimizda nafaqat o'g'il bolalar, balki qizlar o'rtasida ham ommalashib borayotgan sport turlaridan biridir. Ushbu sport qizlarda jismoniy chidamlilik, chaqqonlik va tezkor qaror qabul qilish ko'nikmasini rivojlantirish bilan birga jamoaviy jipslik hamda mustahkam irodani shakllantirishda beqiyos o'rin tutadi. O'zbekiston kubogida Xorazm, Toshkent, Farg'ona va Samarqand viloyati kabi 8 ta qizlar jamoalari to'plangan tajribalarini sinovdan o'tkazishyapti. Musobaqaning ilk turida quyidagicha natijalar qayd etildi. Xorazm vakillari Toshkent viloyatining ikkinchi raqamli jamoasiga qarshi bahs olib bordi va raqib darvozasiga javobsiz 8 ta gol urishdi va ular turnirni ishonchli va yirik g'alaba bilan boshladilar. Navbatdagi bahsda Farg'ona va Namangan vakillari to'qnash keldi. Ikki qo'shni viloyat vakillari o'rtasidagi derbida taktik ustunlik farg'onaliklar tomonida bo'ldi. Shiddatli kechgan qarama-qarshilikda Farg'ona jamoasi 4 ta to'p farqi bilan g'alabani rasmiylashtirdi. Samarqandliklar esa sirdaryolik xokkeychi qizlar bilan raqobatda tengdoshlari darvozasiga 3 ta gol urib, o'z darvozalari daxlsizligini saqlab qolishdi. Dastlabki tur natijalari jamoalarning musobaqaga har tomonlama puxta tayyorgarlik ko'rib kelganidan dalolat beradi. Dastlabki tur natijalari jamoalarning musobaqaga qay darajada tayyorgarlik ko'rib kelganliklaridan dalolat beradi. Yoshlar sportini rivojlantirish, iqtidorli o'g'il-qizlarni aniqlash va ularning mahoratini oshirishga xizmat qilayotgan musobaqalardan biri gandbol bo'yicha 16 yoshgacha bo'lgan o'g'il-qizlar o'rtasidagi O'zbekiston kubogidir. Andijon shahri mezbonlik qilayotgan musobaqada respublikamizning turli hududlaridan jamlangan jamoalar g'oliblik uchun qizg'in bellashmoqda. Qiziqarli va murosasiz kechayotgan bahslar esa kelajak milliy terma jamoalari uchun munosib nomzodlarni saralashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Andijon shahri mezbonlik qilayotgan gandbol bo'yicha U16 yosh toifasidagi qizlar va o'g'il bolalar jamoalari o'rtasidagi O'zbekiston kubogi bahslari murosasiz va qiziqarli uchrashuvlarga boy tarzda boshlandi. Musobaqaning birinchi kunida mamlakatimizning turli hududlaridan tashrif buyurgan jamoalar dastlabki uchrashuvlarda g'alaba uchun maydonga tushdi. Qizlar o'rtasida Jizzax, Navoiy, Andijon va Qoraqalpog'iston Respublikasi jamoalari g'alabaga erishgan bo'lsa, o'g'il bolalar bellashuvlarida Andijon, Jizzax, Surxondaryo hamda Farg'ona viloyat vakillari muvaffaqiyat qozonishdi. Tanlovdan tashqari ishtirok etayotgan Qo'rg'ontepa jamoasi ham musobaqaga o'z hissasini qo'shmoqda. Yosh gandbolchilar o'rtasidagi mazkur turnir nafaqat g'oliblarni aniqlash, balki istiqbolli sportchilarni kashf etish, ularning musobaqa tajribasini oshirish va mamlakatimizda gandbol sport turini yanada ommalashtirishga xizmat qilmoqda. O'zbekiston kubogi bahslari davom etmoqda. Oldinda ishtirokchilarni yanada qiziqarli va murosasiz uchrashuvlar kutyapti. Dasturimizni xorij xabarlari bilan davom ettiramiz.
Argentinalik futbol yulduzi Lionel Messi jahon chempionatidan so'ng Inter Miami safidagi ilk golini urdi. Angliyaning Newcastle United klubi esa Matias Yaislini jamoaning yangi bosh murabbiyi sifatida tanishtirdi. Shu va xorij futbol olamidagi boshqa yangiliklar bilan galdagi lavhalar ketma-ketligida tanishasiz. 30 iyul kuni Eddie Howe bilan xayrlashgan Newcastle United klubi jamoaning yangi bosh murabbiyisini rasman tanishtirdi. Endilikda qarg'alarni germaniyalik mutaxassis Matias Yaisli boshqaradi. Tomonlar 2029-yilning yoziga qadar amalda bo'luvchi shartnomani imzolashdi. Ma'lumot uchun 38 yoshli murabbiy 2023-yildan beri Saudiya Arabistonining Al-Ahli jamoasiga ustozlik qilib kelayotgan edi. Jiddaliklar uning xulosida qatorasiga 2 bor Elite Osiyo Chempionlar Ligasida g'oliblikni qo'lga kiritishdi. Shuningdek, jamoa 2025-yili Saudiya Super Kubogiga sazovor bo'ldi. Matias Al-Ahliga qadar Zalsburgning Red Bull jamoasida ham ishlagan. Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, Newcastle'ning yangi mavsumga tayyorgarlik doirasida Valensiya, Everton, Bayer va Strasburg klublariga qarshi o'rtoqlik uchrashuvlari kutmoqda. Angliyaning boshqa bir jamoasi Everton esa Arsenal yarim himoyachisi Christian Nyorgorni o'z safiga qo'shib oldi. 32 yoshli daniyalik halfback Merseyside klubi bilan 2028-yilning yozigacha amalda bo'luvchi shartnoma imzolagan va ushbu transfer Evertonga qariyb 8,2 million yevroga tushgan. E'tiborlisi, to'pchilar Nyorgorni o'tgan yilning yozida Brentforddan xarid qilishgan edi. U Arsenal safida 20 ta uchrashuvda maydonga tushib, 2 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Futbolda individual yutuqlar ham mavsum davomida muhim mezonlardan biri sanaladi. Professional futbol ligasi iyul oyida Superligada eng yorqin taassurot qoldirgan murabbiy va futbolchi nomini e'lon qildi. Xo'sh, g'oliblar qanday natijalar bilan bu e'tirofga sazovor bo'ldi? Tafsilotlar Mehroj Abdiyev lavhasida. O'zbekiston Superligasining iyul oyidagi eng yaxshi murabbiyi deb OKMK bosh murabbiyi Mirjalol Qosimov topildi. Uning qo'l ostida olmaliqliklar iyul oyida o'tkazgan 3 ta uchrashuvning barchasida g'alaba qozonib, raqiblar darvozasiga 9 ta gol urdi va o'z darvozasidan 4 ta to'p olib chiqdi. Aynan shu muvaffaqiyatli natijalar Mirjalol Qosimovning oyning eng yaxshi murabbiyi sifatida e'tirof etilishiga asos bo'ldi. Sovrin uchun kechgan kurashda Mirjalol Qosimov, Neftchi bosh murabbiyi Islom Ismoilov, Nasaf ustozi Ro'ziqulberdiyev hamda Dinamo bosh murabbiyi Vadim Abramovni ortda qoldirdi. Ayni paytda OKMK jamoasi Superliga turniri jadvalida 25 ochko bilan 4-o'rinda bormoqda. Iyul oyining eng yaxshi futbolchisi nominatsiyasida esa Dinamo hujumchisi Anvarjon Hojimirzayev g'olib deb topildi. 32 yoshli futbolchi o'tgan oy Superliganing 3 ta uchrashuvida 5 ta gol urib, jamoasining muvaffaqiyatlarida muhim rol o'ynadi. Ushbu nominatsiyada u Paxtakor vakili Bashar Rezan, Nasaf hujumchisi Bobur Abduxoliqov, OKMK futbolchisi Asadbek Sobirjonov hamda Neftchi vakili Anvarjon G'ofurovni ortda qoldirdi. Eslatib o'tamiz, Superligada Dinamo jamoasi 21 ochko bilan turnir jadvalining 9-o'rinda bormoqda. Sport sohasidagi xalqaro hamkorlik aloqalari izchil rivojlanmoqda. Shu kunlarda Pokistonning Aitson kollej talabalari delegatsiyasi Toshkentda mehmon bo'lib turibdi. Tashrif davomida mehmonlar Chirchiq Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazida mashg'ulotlar o'tkazib, o'zbekistonlik yosh sportchilar bilan o'rtoqlik uchrashuvlarida ishtirok etishmoqda. Shuningdek, ular Olimpiya shaharchasidagi zamonaviy sport inshootlari va xalqaro musobaqalarga tayyorgarlik jarayonlari bilan ham tanishishdi. Yoz mavsumi barcha sport turlarida kelgusi zafarlar uchun asosiy jismoniy va taktik poydevor qo'yiladigan mas'uliyatli palladir. Zamonaviy sportda rivojlangan mamlakatlar bilan hamkorlik o'rnatib, o'zaro mashg'ulotlar tashkil etish har ikki taraf uchun ham birdek manfaatli bo'ladi. Shu maqsadda yurtimizga kelgan Pokiston delegatsiyasi Chirchiqda futbol, basketbol, yengil atletika hamda workout bo'yicha mashg'ulotlarga kirishdi. Jarayon doirasida Do'stlik kubogi shiori ostida ramziy uchrashuvlar o'tkazilmoqda. Masalan, basketbol bo'yicha o'tkazilgan bahsda vakillarimiz ishonchli g'alabaga erishdi. Ta'kidlash kerak, muayyan sport turlarida har ikki davlat o'ziga xos boy tajribaga ega. O'zbekiston futbol, dzyudo, og'ir atletika, boks hamda yengil atletikada yetakchi sanalsa, Pokiston kriket, chimusida xokkey, polo va skvosh bo'yicha Osiyoda kuchlilar qatorida turadi. Ushbu yo'nalishlarda tajriba almashish kelgusida nufuzli musobaqalarda medallar salmog'ini oshishiga xizmat qiladi. Pokiston delegatsiyasi 11 avgustga qadar Toshkentda bo'ladi. Ushbu vaqt mobaynida Olimpiya shon-shuhrat muzeyi, Futbol milliy markazi, Islom sivilizatsiyasi markaziga tashrif ham rejalashtirilgan. Tashrifning 3-kunida Pokiston delegatsiyasi poytaxtimizdagi Olimpiya shaharchasida mehmon bo'ldi. 40 nafardan iborat sportchilar, murabbiylar hamda delegatsiya rahbarlari u yerdagi futbol stadioni, suv sport saroyi, yakkakurash va jamoaviy sport turlariga ixtisoslashgan majmua hamda chimusida xokkey maydonini ko'zdan kechirishdi. Mehmonlar majmuada yaratilgan zamonaviy sharoitlar va infratuzilmaga yuqori baho berishdi. Chirchiq shahridagi markazda boshlangan o'quv mashg'ulot yig'inlari sport va madaniy ma'rifiy markazlarga ekskursiya bilan davom
davom etmoqda. It's a very beautiful place. And Poytaxtingiz va bu yerdagi Olimpiya shaharchasi juda go'zal. Sportchilar uchun barcha sharoitlar eng yuqori darajada yaratilgan. Yurtdoshlaringizni xalqaro maydonda katta zafarlarga erishayotgan sababi ham shunda deb o'ylayman. Biz O'zbekiston jamoasi bilan 5-5 basketbol bo'yicha o'yin o'tkazdik. Uchrashuv ancha murosasiz kechdi. Raqiblarimiz juda kuchli tayyorgarlikka ega ekani ko'rinib turibdi. Endi futbol, kriket va chim usta xokkey bo'yicha ham bellashmoqchimiz. Uchrashuv davomida mas'ullar qo'shma o'quv mashg'ulotlarini davomli ravishda tashkil etish, Pokistonda ham yig'in o'tkazish bo'yicha fikr almashishdi. Lahor shahri sport delegatsiyasi bilan o'zaro hamkorlikni mustahkamlashga va albatta ular bilan kelgusida sport turlarini, ayniqsa sportning o'yin turlarini rivojlantirishga biz kelishyapmiz. Yil yakuniga qadar u tomon taklifga asosan tashrifimiz ham rejalashtirildi. Ulardan o'rganadigan jihatlarimiz bor. Aynan murabbiylar korpusi bilan ishlashda o'ylayman ikki davlat hamkorligi samarali bo'ladi. Mazkur uchrashuvlar O'zbekiston va Pokiston o'rtasidagi sport diplomatiyasini mustahkamlash, yoshlar o'rtasida do'stlik hamda hamjihatlik rishtalarini yanada kuchaytirish hamda ikki davlat sport tashkilotlari hamkorligini yangi bosqichga olib chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston sport gimnastikasida yangi chempionlar va milliy terma jamoa uchun munosib nomzodlarni saralash jarayoni davom etmoqda. Bugun poytaxtdagi Gimnastika federatsiyasi majmuasida erkaklar o'rtasidagi O'zbekiston kubogi bahslariga start berildi. Respublikamizning turli hududlaridan yig'ilgan eng kuchli gimnastlar g'oliblik hamda milliy terma jamoa safidan o'rin olish uchun bellashmoqda. Musobaqaning saralash bosqichida ishtirokchilar sport gimnastikasining ko'p kurash va yakkalik yo'nalishlari bo'yicha o'zaro bahs olib borishyapti. Bellashuvlarning har bir dasturi sportchilar uchun sinovli bo'lib, unda gimnastlar murakkab elementlarni bajarish bilan birga o'zlarining texnik va jismoniy tayyorgarliklarini namoyon etishmoqda. Musobaqaning dastlabki kun bahslari qizg'in va murosasiz kechib, bellashuvlarning shaffofligini ta'minlash maqsadida hakamlar baholab borishmoqda. Yaponiya davlatida bo'lib o'tadigan Osiyo o'yinlariga saralash bo'lib o'tmoqda hozir. Asosiy tarkib hamda zaxira tarkibdan sportchilarimiz ishtirok etishmoqda. Viloyatlardan kelgan sportchilarimiz ham bor. Asosiy maqsadimiz ko'p kurash hamda yakkalik. Ko'p kurashning alohida dasturlarida bo'lib o'tadigan final bosqichiga tayyorlash, sportchilarimizni o'ziga ishonchini, O'zbekistonimiz bayrog'ini yuksaklarga ko'tarishga eng asosiy maqsadimiz bo'lib, hozir shu O'zbekiston kubogi bo'lib o'tmoqda. Shuningdek, O'zbekiston kubogi musobaqasining saralash bosqichida eng yuqori natijani qo'lga kiritgan har bir sportchi Yaponiyada bo'lib o'tadigan Osiyo o'yinlarida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritadi. Qolaversa, bu kabi musobaqalar sportchilar uchun xalqaro reyting ochkolarini to'plash, yangi dasturlarni sinovdan o'tkazish hamda Jahon, Osiyo va Olimpiya o'yinlari musobaqalari oldidan muhim tayyorgarlik vazifasini o'taydi. Sport gimnastikasi bo'yicha O'zbekiston kubogi musobaqalari tafsilotlarini dasturlarimiz davomida kuzatib boring. Zamonaviy sportda yuqori natijaga erishishda nafaqat mahorat va jismoniy tayyorgarlik, balki xalqaro qoidalarga qat'iy amal qilish ham talab etiladi. Ayniqsa dopingga qarshi kurash borasidagi bilimlarni mustahkamlash yirik musobaqalar oldidan ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Shu maqsadda O'zbekiston Milliy antidoping agentligi Osiyo o'yinlariga tayyorgarlik ko'rayotgan o'q otish bo'yicha terma jamoa a'zolari uchun maxsus o'quv seminar tashkil etdi. Aichi Nagoya 2026 yozgi Osiyo o'yinlariga tayyorgarlik ko'rayotgan o'q otish bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi sportchilari va murabbiylari uchun dopingga qarshi kurashga bag'ishlangan profilaktik seminar tashkil etildi. Tadbirda O'zNAD vakillari tomonidan sportchilarga Jahon dopingga qarshi agentligi WADA kodeksidagi so'nggi o'zgarishlar, sportchilarning huquq va majburiyatlari hamda taqiqlangan dori vositalaridan faqat qonunchilikda belgilangan tartib asosida foydalanish masalalari yuzasidan batafsil ma'lumotlar berildi. Shuningdek, tibbiy zarurat tug'ilgan hollarda terapevtik istisno ruxsatnomasini olish tartibi, uni rasmiylashtirish bosqichlari va xalqaro musobaqalarda ushbu talablarga amal qilishning ahamiyati tushuntirildi. Osiyo o'yinlariga tayyorgarlik qizg'in kechmoqda. Bu juda mas'uliyatli va muhim musobaqa. Shu bois har jihatdan yuqori tayyorgarlikka ega bo'lishimiz shart. Yaqinda Jahon kubogida sovrindor bo'ldim. Ayni kunlarda poytaxtda mahorat va tajribamizni yanada oshirish ustida ishlayapmiz. Tashkil etilayotgan bu kabi tadbirlar bizni nafaqat jismonan va ruhan kuchli bo'lishimizga, balki haq-huquqlarimizni ham yaxshi bilib olishimizga ko'mak beryapti. Mutaxassislar ta'kidlaganidek, yuqori diqqat, aniqlik va ruhiy barqarorlikni talab qiladigan o'q otish sportida har bir qaror musobaqa natijasiga ta'sir ko'rsatadi. Xuddi shunday sportchining dori vositalarini tanlash ham uning sport faoliyati va xalqaro maydondagi ishtirokida muhim ahamiyatga ega. Bunday seminarlar sportchilarning huquqiy savodxonligini oshirish, halol sport tamoyillarini mustahkamlash va yirik xalqaro musobaqalarda mamlakatimiz sharafini munosib himoya qilishga xizmat qilmoqda.
Poytaxtimizdagi Ichki ishlar vazirligi tizimida xizmat qilayotgan sportchilarning jismoniy tayyorgarligi va kasbiy mahoratini yanada oshirishga qaratilgan an'anaviy musobaqalardan biri sanalgan yengil atletika bo'yicha Ichki ishlar vaziri kubogining final bosqichi yakunlandi. Ichki ishlar vazirligi tarkibiy tuzilmalari hamda hududiy bo'linmalarning sara jamoalari ishtirok etgan bellashuvlarda yengil atletikaning bir qator yo'nalishlari bo'yicha kuchlilari aniqlandi. Mavzuni hamkasbimiz Nazokat Rasulova davom ettiradi. Ichki ishlar vazirligi transport va turizm obyektlarida xavfsizlikni ta'minlash departamenti mezbonligi ostida tashkil etilgan sportning yengil atletika turi bo'yicha Ichki ishlar vaziri kubogining respublika bosqichida vazirlikning tarkibiy tuzilmalari hamda hududiy bo'linmalari terma jamoalari o'zaro raqobatlashdi. Mazkur musobaqa Ichki ishlar vazirligi tizimida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, xodimlarning jismoniy tayyorgarligini yanada mustahkamlash, jamoaviy hamjihatlik va sog'lom raqobat muhitini rivojlantirish maqsadida o'tkazildi. 2 kun davom etgan bellashuvlarda vazirlikning markaziy apparati tarkibiy tuzilmalari hamda hududiy bo'linmalardan tashrif buyurgan eng kuchli sportchilar yugurish, uzunlikka sakrash, estafeta hamda shved estafetasi bahslarida o'zaro kuch sinashishdi. Kalendar rejaga asosan futbol, voleybol, stol tennisi, kurash, dzyudo, sambo shu kabi bir qancha sport turlari bo'yicha asosan Ichki ishlar vaziri kubok musobaqalari o'tkaziladi. Bugungi musobaqani o'tkazishda asosan biz terma jamoamizni shakllantirib olib, puxta tayyorgarlik ko'rish hamda huquqni muhofaza qiluvchi organlar o'rtasida o'tkaziladigan yengil atletika bo'yicha Spartakiada musobaqasida munosib ishtirok etish iborat asosiy maqsadimiz. Natijalarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 100 metrga yugurish bo'yicha transport va turizm obyektlarida xavfsizlikni ta'minlash departamenti xodimi Jahongir Sobirjonov, 3000 metrga yugurish bahslarida qorovul qo'shinlari qo'mondonligidan Jobir Qahhorov, joydan turib uzunlikka sakrash yo'nalishida aynan shu jamoa vakili Ilyosjon Samadov, yugurib kelib uzunlikka sakrash bo'yicha Ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimi Abdurazzoq Ergashev, 1000 metrga yugurish musobaqasida Sirdaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasidan podpolkovnik Muzaffar Hakimov, estafeta hamda shved estafetasi bo'yicha transport va turizm obyektlarida xavfsizlikni ta'minlash departamenti jamoasi vakillari g'oliblikni qo'lga kiritishdi. Shvedskiy estafetani, ya'ni 800, 400, 200, 100 metrga bizning jamoamiz birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Ushbu musobaqaning asosiy maqsadi kelgusidagi boshqa bellashuvlarda yengil atletika bo'yicha ichki ishlar xodimlarini eng yaxshilarini tanlash va eng yaxshilarini saralash. Yakunda umumjamoa bo'yicha Ichki ishlar vazirligi transport va turizm obyektlarida xavfsizlikni ta'minlash departamenti jamoasi birinchi o'rinda e'tirof etildi. Ichki ishlar vazirligi akademiyasi termasi ikkinchi o'rin sohibiga aylandi. Kuchli uchlikka Andijon viloyati jamoa vakillari loyiq ko'rildi. Musobaqa yakunida g'olib va sovrindorlarga medal, diplom hamda esdalik sovg'alari topshirildi. Yoshlarni sportga keng jalb etish, iqtidorli polvonlarni saralab olish va ularni katta sportga tayyorlash bugungi kunning muhim vazifalaridan biri. Bu borada sport maktablarida amalga oshirilayotgan tizimli ishlar o'z samarasini bermoqda. Poytaxtning Yashnobod tumanidagi 1-son sport maktabida ham yuzlab yosh erkin kurashchilar tajribali murabbiylar qo'l ostida mahoratini oshirib, respublika va xalqaro musobaqalarga puxta hozirlik ko'rmoqda. Mavzu tafsilotlari Shahboz Abduqodirov lavhasida. Mashg'ulot davomida yosh sportchilarning jismoniy tayyorgarligi, texnik va taktik ko'nikmalarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa zamonaviy usullar asosida olib borilayotgan tayyorgarlik jarayonlari yosh polvonlarning musobaqalarda yuqori natijalar qayd etishiga ham xizmat qilmoqda. Ushbu sport maktabi yillar davomida erkin kurash bo'yicha ko'plab iqtidorli sportchilarni tarbiyalab, respublika va xalqaro maydonlarda munosib ishtirok etayotgan chempionlarni yetishtirib kelmoqda. Atrofdagi mahallalardan 200 nafarga yaqin sportchilar jalb qilingan. Bu sportchilarga 6 nafar erkin va yunon rum kurash sport turlarida trenerlarimiz mashg'ulotlar olib boradi. Bu sport turini yanada rivojlantirish maqsadida muntazam kalendar rejamiz asosida sport musobaqalari, ochiq chempionatlar tashkil etamiz. Bundan tashqari sportchilarimiz yana o'rtoqlik uchrashuvlariga chiqadi, o'quv yig'inlariga chiqadi. Osiyo chempionatida erkin kurash sport turimiz bo'yicha Ortiqov Ulug'bek To'laganov Murodjonda shogirdi nufuzli 3-o'rinda ega bo'lib keldi. Shu bilan birga bugungi kunda ham yosh polvonlar oldiga katta maqsadlar qo'yilgan. Ular yaqinlashib kelayotgan mamlakat chempionatlari hamda xalqaro musobaqalarda muvaffaqiyatli ishtirok etish uchun mashg'ulotlarni yanada kuchaytirgan holda olib bormoqda. Respublikada o'rin olganman, 3-o'rin bo'lgan, 1-o'rin bo'lgan, 2-o'rin bo'lgan. Yaqinda musobaqa bor, Kamarli. Shunga yaxshi tayyorgarlik qilyapmiz bolalar bilan. Miraliyev Maftun opa menga ancha
yo'l yo'riq berib, ancha narsa ko'rsatdilar. Xudo xolasa kelajakda jahon arenalarida bayrog'imizni yuqoriga ko'tarish maqsad qilganmiz. Ta'kidlash kerak, Yashnobod tumani 1-son sport maktabida yaratilgan shart-sharoitlar, malakali murabbiylar tajribasi va sportchilarning intilishi natijasida bu maskan o'z polvonlarini terma jamoaga jalb etib, mamlakatimiz erkin kurash rivojiga munosib hissa qo'shib kelmoqda. Kelgusida esa ushbu sport maktabi tarbiyalanuvchilari orasidan respublika, Osiyo va jahon chempionlari yetishib chiqishiga ishonch katta. Andijon shahrida badiiy gimnastika bo'yicha respublika ochiq chempionati yuksak saviyada tashkil etildi. Mamlakatimizning turli hududlaridan tashrif buyurgan yuzlab yosh gimnastikachilar ishtirok etgan musobaqada nafislik, yuksak mahorat va g'alabaga bo'lgan intilish uyg'unlashdi. Bellashuvlar yakunida g'olib va sovrindorlar tantanali ravishda taqdirlandi. Shuningdek, yosh iste'dodlarni kamolga yetkazayotgan fidoyi murabbiylar mehnati ham munosib e'tirof etildi. Andijon shahrida badiiy gimnastika bo'yicha respublika ochiq chempionati yuqori saviyada bo'lib o'tdi. Universal sport majmuasi mezbonlik qilgan musobaqada mamlakatimizning turli hududlaridan tashrif buyurgan 5 yoshdan 17 yosh toifasigacha bo'lgan iqtidorli gimnastikachilar ishtirok etishdi. Chempionat davomida yosh sportchilar nafislik, chaqqonlik va yuqori texnik mahoratni namoyish etib, qizg'in va murosasiz bellashuvlarda g'oliblik uchun kurash olib borishdi. Har bir chiqish tomoshabinlar va hakamlar tomonidan yuqori baholandi. Bellashuvlar yakuniga ko'ra o'z yosh toifalarda eng yaxshi natija qayd etgan sportchilar diplom, medal hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Taqdirlash marosimida badiiy gimnastika sport turini rivojlantirish, iqtidorli yoshlarni tayyorlash va yuqori natijalarga erishishda munosib hissa qo'shayotgan bir guruh murabbiylar ham tashakkurnoma va esdalik sovg'alari bilan rag'batlantirildi. Mazkur respublika ochiq chempionati yosh gimnastikachilar uchun katta tajriba maktabiga aylanib, ularning sport mahoratini yanada oshirish, sog'lom raqobat muhitini mustahkamlash va badiiy gimnastikani ommalashtirishga xizmat qildi. O'zbekiston mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan yurtimiz bo'ylab o'tkazilayotgan sport tadbirlari tobora keng qamrov kasb etmoqda. Ana shunday musobaqalardan biri Chilonzor tumani sport maktabida xotin-qizlar o'rtasidagi badminton bellashuvlari bo'ldi. Musobaqa nafaqat sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, balki xotin-qizlarni ommaviy sportga keng jalb etishga ham xizmat qildi. Tafsilotlar Shahboz Abduqodirov lavhasida. Musobaqada Chilonzor tumanining turli mahallalaridan tashrif buyurgan 30 nafardan ortiq xotin-qizlar kuch sinashdi. Ishtirokchilar badminton maydonida o'z mahoratini namoyish etib, g'oliblik uchun qizg'in kurash olib bordilar. Musobaqa davomida ishtirokchilar nafaqat g'oliblik uchun kurashdilar, balki o'zaro tajriba almashish va sport orqali faol hayot tarzini targ'ib qilish imkoniyatiga ham ega bo'ldilar. Tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad xotin-qizlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish, ularning sport bilan muntazam shug'ullanishga ko'maklashish hamda jismoniy faollikni oshirishdan iborat bo'ldi. Shu bilan birga bunday musobaqalar mahallalarda istiqomat qilayotgan xotin-qizlarni birlashtirish, ular o'rtasida do'stlik va hamjihatlik muhitini mustahkamlashda ham muhim omillardan biri bo'ldi. Men Shuhrat mahallasidan keldim. Bo'sh vaqtimizni mazmunli o'tkazmoqdamiz. Bu albatta bizani qondiradi. Mana shunaqa musobaqalar har doim tashkillashtirishni so'rab qolamiz. Mahallalar kesimida tashkil etilayotgan bunday musobaqalar ommaviy sport harakatini yanada rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Qizg'in va murosasiz kechgan bahslardan so'ng eng yuqori natijalarni qayd etgan ishtirokchilar aniqlab olinib, tashkilotchilar tomonidan diplom hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Joriy yilning 12-16 avgust kunlari Germaniyaning Frankfurt shahrida badiiy gimnastika bo'yicha jahon chempionati bo'lib o'tadi. Unda mamlakatimiz sharafini yakkalik bahslarda taxminiy ikrom va guruh mashqlari dasturida esa Evelina Atalyans, Mumtoza Ishoqzoda, Amaliya Mamedova, Yasmina Mikircheva, Yuliya Valivataya va Tamila Ziganshina himoya qiladi. Ushbu musobaqa Los Angeles 2028 yozgi Olimpiya o'yinlariga litsenziyalar taqdim etishi bilan ham muhim ahamiyatga ega. Bu sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimizning eng so'nggisi edi. Sport olami voqealiklarini biz bilan kuzatishda davom eting. Ko'rishguncha xayr.